Men qaydaman, Surxon gasisasidaman. Muxlislar uchun, qadrdonlar uchun yana bir ma'lumot. Qachon men Termizga kelsam, Surxondaryoga kelsam, mana Surxon mehmonxonasida turaman. Sababi bu yerning boshqaruvchisi Xudoyorxon do'stim, qadrdonim bo'ladi. Hozir o'zlari komandirovkadalar. Do'stlar, Surxonga kelinglar, mehmonxonaga. Haqiqiy dam olgandek bo'lasizlar. Xonalari keng, mo'l, hovliga o'xshaydi xonalar. Taksi chaqiruvdim, taksi ham ketib qoldi.